Ernest Hemingwayning Chol va dengiz asari uning oxirgi katta badiiy asari bo'lib, 1952-yilda nashr etilgan va 1953-yilda adabiyot bo'yicha Pulitzer mukofotini qo'lga kiritgan. Shuningdek, bu asar Hemingwayga 1954-yilda Nobel mukofotini taqdim etishda asosiy omil bo'lgan. Chol va dengiz asarida inson ruhining kuchi va irodasi qarorning ramzi sifatida Santyago qahramoni ko'rsatiladi. Uning kurashi, irodasi insonning tabiiy kuchlarga qarshi kurashdagi matonatini ifodalaydi. Asarda dengiz hayotining o'ziga xos ramzi sifatida insonning kurashlari va sinovlari bilan bog'liq bo'lib, uning go'zalligi va shafqatsizligi birgalikda tasvirlanadi. Ushbu kitobni bizning kutubxonadan olib o'qishingiz mumkin.